Ekspertlarning ta'kidlashicha, kelgusi 10 yil davomida Hindiston jahondagi eng yirik 3ta iqtisodiyotning biriga aylanadi. Mamlakatda sanoat, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda. Eksport salohiyati o'sib, Hindiston global investitsiyaviy jarayonlarda faol ishtirok etmoqda. Davlatimiz rahbarining kuni kecha ushbu mamlakatga qilgan davlat tashrifi chog'ida umumiy qiymati 3 milliard dollardan ziyod kelishuvlarga erishildi. O'zbekiston turizmini rivojlantirish davlat qo'mitasi ham bir necha yirik investorlar bilan muzokaralar o'tkazdi. Natijalar esa kutilgandan hayotga tatbiq etish uchun muhim hujjatlarga imzo chekildi. Kelishuvga SCS direktori Sujit Patel, O'zbekiston tomonidan esa Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Umarov. Shuningdek, Toshkent shahar Sergeli tuman hokimi, Samarqand shahar hokimi va Buxoro viloyati hokimi o'rinbosari imzo chekishdi. Samarqandda albatta mehmonxonalarga juda katta. Siz bilan biz hozir juda hashamatli Lila mehmonxonasida o'tiribmiz. SCS mana shunday mehmonxonalarni quradigan kompaniyalar guruhi. Lila guruhi bizning hamkorimiz. Biz birgalikda Toshkentda mehmonxona barpo qilmoqchimiz. O'zbekistonda turizm rivojlanyapti. Biz sayyohlarga 7 yulduzli mehmonxona quramiz. Buning uchun 14 oktyabrda mamlakatingizga boramiz. O'ylaymanki, O'zbekiston hukumatı va Toshkent shahar hokimi ushbu loyihani tezroq amalga oshirishimizda bizga ko'mak beradi. Kelishuvga SCS direktori Sujit Patel, O'zbekiston tomonidan esa Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Umarov. Shuningdek, Toshkent shahar Sergeli tuman hokimi, Samarqand shahar hokimi va Buxoro viloyati hokimi o'rinbosari imzo chekishdi. Bu boradagi kelishuvga imzo chekdik. Oktyabr oyida Toshkentga borsak, mehmonxona quriladigan joylarni ko'ramiz. Avval O'zbekistonda bo'lganmisiz? Yo'q, bo'lmaganman. Hamkorim Lila direktori janob Amar menga O'zbekiston go'zal davlat, odamlari ajoyib, investitsiya qilish uchun yaxshi joy deganda, xaritadan Toshkent, Samarqandni ko'rib boraman dedim. Yana qaysi sohalarga investitsiya